Har bir erkakning hayotida bitta shunaqa ayol uchraydi. Boyliging, mansabing, ko'rinishing hech narsani ahamiyati yo'q. Seni bu hayotda borliging uchun sevadi. Hayotingdagi og'ir davrni sen bilan yelkama-yelka, yonma-yon turib o'tkazishga harakat qiladi. Yoningda borini berib turib berishga harakat qiladi. Lekin afsuski biz erkaklar bunaqa ayollarni zerikarli deb topamiz. Xohlagan paytim hayotda topib olaman degan bir ishonch bilan tashab ketamiz. Tashab ketganda ham tayinli inson uchun tashab ketsak mayli-da. Shunchaki qiziqarli tuyulgan 3-4 kunlik ayollar uchun tashab ketamiz. Hammasini tushunib yetganimizda afsuski kech bo'ladi.